Zahiriddin Muhammad Boburning ismi Temuriylar davrining eng yirik din ulamosi bo'lgan Hoji Ubaydullo Ahror Valiy tomonidan qo'yilgan. Hoji Ubaydullo Ahror Valiy Boburning otasi bo'lgan Umarshayx Mirzoning piri edi va Umarshayx Mirzoni doimo o'g'lim deb bilardi. Umarshayx Mirzo xonadonida to'ng'ich o'g'il farzand ko'rilgach, u o'z piriga ism qo'yib berish uchun elchi jo'natgan va Hoji Ubaydullo Ahror Valiy o'g'ilga Zahiriddin Muhammad, ya'ni Muhammad dinining tayanchi degan ismni bergan. Keyinchalik Farg'ona vodiysidagi turkiy, mo'g'ul aholi vakillari Zahiriddin Muhammad ismini yaxshi talaffuz qila olmagan va uni xarakter xususiyatidan kelib chiqib Bobur deb ketishgan. Keyinchalik Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining lirikasida Bobur taxallusini qo'llay boshlagan va taxtga chiqqan paytdayoq ilk uning muhrlarida Zahiriddin Muhammad Bobur ismi bo'lgan. Zahiriddin Muhammad Bobur otasining piri bo'lgan Hoji Ubaydullo Ahror Valiyga unga qo'yib berilgan ism uchun o'z minnatdorchiligini o'ziga xos tariqasida yo'llagan. Ya'ni 1528-yilda Hindistonda paytdayoq bir kasalga chalinganligini va har yili shu kasal bilan og'rishini, shu kasal bo'lgan paytda piri bo'lgan Hoji Ubaydullo Ahrorning Volidiya asarini turkiy nazmda tarjima qilishni xayol qilgan va bu ishga kirishgan. Ishga kirishishi bilanoq u kasaldan tez orada forig' bo'lgan va bu bilan u Hoji Ubaydullo Ahror oldidagi ma'naviy qarzini uzgan deb hisoblagan.